Hem de bizge Doktor Burhan Ulugyol efendim en ahırkı liksiyeni sözler durdu. Burhan Ulugyol efendinin liksiyetimizi İstanbul muamelesinin maliyet sistemi kurulu ve özellikle. Yine sahnede Assalamu alaikum qarindoshlar. Nimdaymiz inglizlik yappa. Last but not least debdi. Lekin men o'zim talab qildim. Ya'ni eng oxirgisi bo'lib so'zlar aytganka degandan keyin bo'ldik qildim bo'ldi. Endi men tunugundan bu yonaga hozir ko'rganimdan bo'ldi degan vaqtda vatanparvarlik bo'ldi. Adabiyotdan vatanparvarlikka, fan texnikadan vatanparvarlikka, adabiyotdan qaysi adam bo'lsin, ish qilib vatanparvarlikka nima bo'lgan bir leksiyalarni anladim. Endi men o'zim buni tozmaskamay qolibdi deb o'yladim yo'q, lekin buni o'zim endi hali kuch sarf qilib hozirladim. Men buni 20 minut anladim. 20 minut anlatib bo'lgandan keyin qo'limda bir narsa bor. Qarindoshlar bilan bir kayfiyat bilan yuqori ko'tarib, mush yig'inniki nimasidan bir qizg'in bir kayfiyatdan oxirlashtiraylik deb shuni umid qilaman inshaalloh. Shundan oldindan 20 minut buni qisqacha bir tunishtiray, undan keyin eng oxirida bir narsa yozdim, qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Endi ben bu yerga İstanbul muamelesindeki maliyet sistemimizdeki rolü ve özellikleri de mavzu koydum. Ameliyatda İslam pul muamelesi okumu Uygurlar için ait bir natunish tema. Gerçi bu fiqhi cihettin şahitlengen bozma, lekin iqtisod cihetga alaylikleri yo'rtib berilmedi. Nurg'un adam İslam pul muamelesi, g'arb muamelesi o'xshash, hech qanday farqi yo'q degan bir qarash mavjud misolanga. Şundaqla pul tepishning, yemek içmekning ve yaşaş adetlerinin halal haram bo'lgandek, pul muamelenin mi halal haram bo'ldi albatta. Musulmon bo'lishimiz bilan o'simlikka haram qilishi bizga yetarli edi. Lekin İslam pul muamelesining haqiqiy mohiyatini tushunib yetish uchun İslam pul muamelesining iqtisod sistemidagi o'zliklar bilan tanishish faqat musulmonlar uchun emas, shundaqla g'ayrimusulmonlar uchun zarurdir. Şuna bu maqalamızın asas məqsədi İslam pul muamelesini fiqhi cəhətdən emas. Yəni mən bir önümə emas, fiqhi cəhətdən emas, onu iqtisad sistemsidəki alaylıqlarını yo'rtib berishdən ibarətdir. Şuna bu sunumdan məqsədi pulniki İslam pul muamelesidəki roli, iqtisadi kirislərin alınışdakı roli, banka qarzını tutuş, işləb çıxışını maliyyədən təminləş, Merkez Bank'ın kontrol qilib turgan pul muamele nisbətini saqlash nisbətini qandaq bir taraf qilish qatorliq temlarni tunishtirib o'tdi. Birinchisi, pulniki İslam pul muamelesidagi roli. Ya'ni pul deganimiz odat ishlayotgan, hammamiz ishlayotgan pul. Bu pulniki qandaq bir farqi bor. G'arb pul muamele sistemasida pul tovar deb qolindi. Tovar deganimiz ya'ni ağılı satqılı bo'lgan narsa. Ya'ni telefon qandaq bir tovar bo'lsa, pulni shundaq satqılı bo'ladi deb qaraydi. Demak, pulni pulga, ya'ni o'simga setish orqali qimmat yaratadi. Texnik konkret qilib aytganda, pulni o'zi satqılı bo'lgan narsa deb qaraydi. Shuningdek, pulni o'simga setish orqali qimmat yaratadi. Lekin İslam pul muomala sistemasida pul tovar deb qaralmasdan, pulni almashtirish vositasi qilindi. Almashtirish vositasi nima degan vaqtda, misolanga qo'limizda bir telefon bor. Buni qanday almashtiramiz misolanga? Men birsiga almashtirmoqchi, pul faqat bir almashtirish vositasi. Ya'ni ingliz tilida medium of exchange deb ataydi. Ya'ni pul faqat va faqat almashtirish vositasi. Ya'ni insonlar bir-biri bilan savdo-sotiq qilganda yoki mulozimat bilan ta'minlaganda pul faqat va faqat almashtirish vositasi qilindi. Yani pul insanların bir-biri bilan tovar almashtirishni qolaylaştırdı. Davlat İslam pul muamelesi alimi Muhammed Taqi Osmani 2010 yılı Amerika'nın Vegas'ta o'tkazilgan Dünya iqtisod yig'inida shunday deydi. Pulning eng asosiy mohiyati bo'lgan almashtirish vositasidan mulk vositasiga aylanib qolganligi, ya'ni tovar vositasiga aylanib qolganligi uchun dunyo iqtisodi daraja tashqari qarz ko'pigi bo'lgan, qarz ko'pigi bilan to'lgan bir sistemaga aylanib qoldi. Demakchi, butun dunyo qarzdan bo'g'ildi. Yana bir maqolada Yahya 2020 shunday deydiki,
Hazır kapitalizm pul muamele sistemidagi negizlik masala bo'lsa, pulni tovar o'rniga qo'yish, ya'ni mulk o'rniga qo'yish va pulni almashtirish vositasidan iborat asosiy quroliga sal qarorlikdan iboratdir. İslam nuqsatidan qaraganda pul almashtirilgan tovar bo'lmasdan almashtirish vositasidir. Ya'ni pulni pulga setishdan haqiqiy ishlab chiqarishga hech qanday foyda kelmaydi. Boylar pulni pulga setish orqali qimmat yo'qdir. Pul sanoqli kishilarning qo'li markazlashidir. Beybay, namrat bo'lgan boyliqlari tanishlanmagan bir jamiyat barpo bo'ldi. Yig'inchoqlab aytganda, islom pul muomalasi pulni faqat va faqat tovar yoki mulozimat almashtirish vositasi qaraydi. Pulni pulga setib boylik yaratadigan bir sistem emas, foyda ziyonni ta'minlash bo'ladigan bir sistem qurish uchun kurash qiladi. Ya'ni bu birinchi alohidaligi, birinchi roli. Ikkinchi roli bo'lsa, men buni oson bo'lishi uchun tushuntirdim. Har qanday bir shirkatning ikki tarafi bo'ldi. Birisi qarz va sarmoya, ya'ni birisi mulk. Biz omonat qo'ygan pullar bizdan nimaiki buniki o'ng tarafiga xotirlandi. O'ng tarafiga xotirlanib, ya'ni biz omonat qo'ygan pullar bo'ladi. Biz omonat qo'ygan pullarni bank saqlamaydi. Bular saqlamay, uy oldiganlarga, mashina oldiganlarga 30 yil, 40 yil qarz berib o'tadi hisobda. Demakchi bo'lg'imi, bizning bergan pulimizni bank saqlamaydi. Biz bergan pulni bankka boshqalarga o'rilish uchun, ma'shat uchun beryapti. Xo'sh, undaqda bu yerga masala nima degan vaqtda bu berilgan qarz, ya'ni bankning xaridorlarga bergan qarzini 30 yil saqlamaydi. Saqlamay qanday qildi desangiz, xo'sh doktor, saqlamay qanday qildi desangiz, bular birlashtirib akilib, bu pulni birlashtirib uchinchi bir tarafga, ya'ni uy mulk shirkatlariga setyapti. Setayotgandan keyin nima bo'ldi degan vaqtda qarz ustiga qarz qurilgan bir sistema shakllandi. Demakchi bo'lganda ya'ni bu yerda bir qarz bor, yana bir qarz shakllandi demak. Demak, uy mulk shirkatlariga setayotgandan keyin uy mulk shirkatlari uy mulkni asos qilgan aksiya taqdim. Shuningdek, buniki qanday bo'ldi buningda degan vaqtda undaqda tijorat banklari qarz bergan pulni uchinchi bir tarafga asosida qanday oqibat kelib chiqdi degan vaqtda 2007-yil avgustda boshlangan Amerika iqtisod krizining negizlik manbasi dal mush tijorat banklarini bank qarzini setishidir. Ya'ni bank bergan qarzini ruxsat qilinsa, moliya sistemasi turoqsizlashidir va iqtisod krizi uchun yo'l ochadi. Chunki qarz va qarz ustiga yana bir qarz shakllandi. Lekin islom pul muomalasi bo'lsa, dal mushu bergan bank qarzini uchinchi bir tarafga e'tibor bahotishiga qarshi turdi. Sedi va Abdullah 2005-yili o'zining maqolasida shunday naql qildiki, islom olimlari bank qarzini uchinchi bir tarafga setishni to'g'ri emas deb qaraydi. Hatto ba'zi davlatlarning bank sistemasi, g'arb bank sistemasi bo'lsa-mu, masalan Turkiya bank qarzini uchinchi bir tarafga chekishni cheklaydi. Shunday bo'lganda moliya sistemasi turoqlashadi va iqtisod kirishishning oldini oladi. Ya'ni bu ikkinchi alohidaligi. Uchinchi alohidaligi. Uchinchi alohidaligi nima degan vaqtda haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlaydi. Bu nima degan gap doktor? Demak, shu vaqtda misolanga bir shirkat energiya ishlab chiqaradi, bir shirkat yemak ishlab chiqaradi, bir shirkat nurg'un narsani ishlab chiqaradi. Bular pulga ehtiyojli. Pulga ehtiyojli bo'lgandan qanday qildi degan vaqtda cho'qim banklardan qarz olishga to'g'ri keldi. Misolanga Ma'niki ma tarafdan qarab vaqtda sol tarafga qarasak, ma qizil siziq. Ya'ni moliya sistemisidagi pul. Qora siziq bo'lsa, haqiqiy ishlab chiqarish. Qaraydigan bo'lsak, ya'ni 80-yillarga qadar shu moliya bilan haqiqiy ishlab chiqarish ta'minlangan. Lekin 80-yillardagi nima bo'lgan degan vaqtda moliya sistemasi uzluksiz eshib, haqiqiy ishlab chiqarishni haqiqiy ishlab chiqarishga destek vermiyor. Bunda o vaqtda qanday qildi degan vaqtda, ya'ni haqiqiy ishlab chiqarish bilan moliya o'ttirsidagi farq nihoyatda cho'nglab ketgan bo'ldi. Hozir g'arb moliya sistemasi faqat son oshish uchun kurash qildi. Bunda bo'lganda moliya sistemasi haqiqiy ishlab chiqarishning o'rnida ham shakllandi. Bu ham iqtisod sistemasida krizga boshlaydi. İslam pul muomalasi bo'lsa, haqiqiy ishlab chiqarish bilan kor bo'lmay, faqat moliya sonini oshirish uchun xizmat qiladigan sistemini cheklaydi.
Yani KAF 2005 yılı özün makalesinde İslam pul muamelesi fakat ve fakat bir maliye vasıtası olmasın hakiki işlep çıkışını maliye bilen teminleydi. Bunda bulganda maliye sistemisinden işlep çıkış para küçükler iqtisat krizinin aldığını aldı. Yani bu üçüncü özelliği. Ama dördüncüsü bu da bu en ahırkısı ama biraz hemen akademik karar kaldırı vakti ben bunu lekin şunda kısmı amalda düşündürüşke tirişmek. En ahırkısı yani dördüncüsü Merkezi Bankı kontrol kılıp durgan pul saklaş nispeti. Mesela biz deyli Merkezi Bankası 1 trilyon pul baskan olsa hazır o pul iqtisat sisteminde 100 trilyon bulup aylangan buluşu mümkün. Ne için diye vakitte Merkezi Bankı nait az pul bastı, lekin bu maliye sisteminde bu pulunu köpük aylandırıp taşlaydı. Kandak aylandırıp taşlaydı, ben azırak bunu düşündürmem. Yani dünyadaki her kandak ticaret bankaları, yani commercial banks deydi, yani adetki biz kirvatkan mesela Kuveyt Türk deyimiz, Yakup Musa El Baraka deyimiz, Garanti Bank deyimiz, Akmaş bankalarının hepsi kirigen amanetniki ma'lum bir kısmını Merkez Bankası saklaydı. Yani bunu fractional reserve ratio deb ataydı. Bu nisbatning xalqaro birlikka kelgan ölçümü yok. Her bir devlet bu saklash nispatini o'zining amaliyatiga asosan bekitadi. Bazı devletlerden 0%. Mesela Avustralya, bazı devletlerde 30'a kadar buludu. Mesela Livan qatarlıq devletlerde 30'a kadar buludu. Ondaq da bu pulniki, bu nisbatdagi yuqori tuvandagi nimani ifodalaydi? Bu nisbat tuvan bo'lsa, iqtisod sistemasi yaratilgan pul miqdori ko'p bo'lgan bo'ladi. Ya'ni qanchakin bu kichik bo'lsa, yaratilgan pul degani mavhum yaratilgan pul. Ya'ni Merkez Bankası basqan emas, mavhum pul jiq bo'lgan bo'ladi. Iqtisod sistemida yaratilgan pul miqdori agar bu nisbat yuqori bo'lsa, yaratilgan pul az bo'ladi. Misol olaylik. Ma'lum bir davlatning Merkez Bankasıdagi besib chiqargan puli 100 milyon deylik. Bu nisbat 5% bo'lsa, iqtisod sistemida yaratilgan pul 2 milliard bo'ladi. Yani 100 milyon pulunu 2 milyar pulunun o'rnida ishlatiladi. Yani yaratilgan pul besilgan puldan 20 hassa ortiq bo'lgan bo'ladi. Agar bu nisbat 30 bo'lsa, yaratilgan pul faqat 333 milyon bo'ladi va yaratilgan pul besilgan puldan faqat 3,3 hassalar ko'p bo'lgan bo'ladi. Yani buni qanday keltirib chiqaramiz degan vaqtda faqat Merkez Bankası basgan pulni nisbatga o'zlaklam o bek asan bu, bek asan. Hatta başlangıç matematik tarafından narsa. Şu nim qilgan pulni Merkez Bankı basgan pulni fakat aş nisbatga o'zlaklam kelib chiqadi. Shunda bu vaqtda Bramhall, yani Bramhall bu garip iqtisodshunos 2014-yilda ogohlantirdi ki Merkezi Bankalar iqtisod sistemasiga besib tarqatgan pul fakat 3% atrofida bo'lsa, ticaret bankalarının birlikte yaratgan mevhum puli 97% atrofida. Demekçi 3% pul besilgan bo'lsa, 97% pul yaratildi. Yani tutqulunmaydigan pul, mevhum bir pul endi hisobda. Bunda bu vaqtda iqtisod sistemimizda mevhum pul va qazbelangan pullar ziyodadan tashibjiqlab ketgan bo'ladi va qarz krizini keltirib chiqardi. İslam pul muomalasida bir qancha ko'z qarash o'tirib qo'yildi. Yani Sidiqi 2008 yılı pul saqlash nisbatini foyda ziyonga teng mas'ul bo'lgan nisbatga almashtirishtirib deydigan ko'z qarash o'tirib qo'ydi. Hasan bo'lsa 2008 yılı bu pul saqlash nisbatini 20% atrofida tutish kerak degan fikrni o'tirib qo'ydi. Yani Türk alimi, Türk iqtisod alimi chizaqcha bo'lsa, o'xshamagan bir fikrni o'tirib qo'ydi. Yani omonatchilarning qisqa muddatda qo'ygan pulini 100% bank saqlash kerak. Bu pul, bu omonat pul yaratishdan asosliqi bo'lmasligi kerak. Faqat omonatlarning mablag' setish uchun silingan pullar iqtisodda yaratmoqchi bo'lgan pulning asosi. Demakchi, agar men saqlash uchun qo'ysam, bu pulni cho'qim bankda saqlaysan, agar men mablag' solsam, aniq u pulni ishlatsan bo'ladi deb bu kurashda o'tirib qo'ydi. Yuqori o'tirib qo'ygan ko'z qarashlarning qaysidan bo'lmasin, iqtisod sistemasida mavhum pulni jiqlab ketishdan oldini oladi. Shundaqla haddidan ziyoda pul bilan ta'minlashdan oldini oladi. Bunda bu vaqtda hajmi bo'lgan bir sistemimizning ro'yobga chiqishining va kutilmagan iqtisod kurashning oldini oladi. Ya'ni bu 4 meniki yakunigan
to'rt muhim. Asli bu hech qanday bir kitobda bunda tartibli deyilmagan, lekin mening 10 yillik o'sha hayotimda, ya'ni izlanish jarayonida keltirib chiqargan, ya'ni to'g'ri shariatda uning hukmi bor, lekin shariatdan boshqa iqtisod o'ziga alayliklari mushlardan iboratdir. Yana xotimi so'z. Mana shunday İstanbul muomalasi nuqul holda islom cheklangan o'sim, qimor qatorliq bir qancha narsa cheklanib qolmasdan, o'zining yuqorida bayon qilgan afzalliklar orqali moliya sistemasining muqimligi, turaqligi uchun hassa qo'shadi. Birinchidan, pulni tovar o'rniga qo'ymay, pulni pulga sotmay, pulni tovar bilan mulozimat almashtirmaslik qilib, haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlaydi. Shunday bo'lganda ishlab chiqarish olg'a bosadi, iqtisod gullandi. Ikkinchidan, ticaret bankalarının verilgen qarzını üçüncü bir tarafı çıkarıştırıp bank sisteminin muhimliğini saqlaydı. Üçüncüden, maliye sistemisi bilen işlep çıkışı oturup çoğayıp etmek, İslam pul muamelesi hakiki işlep çıkışını maliye bilen teminleydi. Dördüncüden, iqtisad sistemisi de mevhum pulunun cıklap geçişini karıştırıp, tezgib olğan bir sistemimizin ro'yab çıkışının ve kütülmegen iqtisad krizinin aldığını aldı. Texmo, tafsirlik aytganda, makro jihatdan g'arb moliyasi qazo asosida qurilib, pulni mulk o'rniga qarab, o'sim vositasi bilan ziyon va xatarni bir tarafga ortib qo'yib, foydalar turib ziyonni o'z ustiga olmaydigan bir sistemni va jamiyatni shakllantirdi. Islom pul muomalasi bo'lsa, hamkorlik asosida qurilib, pulni faqat va faqat almashtirish vositasi o'rniga qo'yib, ziyon va xatarni teng ustiga olgan, hamma taraf foyda qahramon bo'ladigan, jamiyatning umum farovonligi uchun xizmat qiladigan, boyliqlarni qayta taqsimlaydigan, shundaqla muqim va tampon bir sistem qurib chiqish uchun kirishdi. Mikro jihatdan islom pul muomalasi islomning axloq prinsiplariga asosan islomdagi to'xtagan qonunlardan foydalanib, qarzga bo'lgan g'arb pul muomalasiga, ya'ni uning jini bo'lgan o'simga islom cheklagan turlagan mablag'larni chiqarishtirib, islom pul muomalasining yurigi bo'lgan foyda ziyonga ta'minsiz kelish, iqtidorchilik huquqiy aniq bo'lmagan iqtidorchilik huquqiga aniq bo'lgan prinsiplarga asosan jamiyat va umum manfaatni oldin o'rin qo'yib, adil va to'g'ri bir moliya sistemini qurib chiqish uchun kurash qiladi.